Nilufar opa, men allergiya uchun 5 milliondan ortiq pul sarfladim, lekin natija olmadim. Menda allergiya hech qachon kuzatilmagan, hech narsaga, dorilarga ham hech narsaga allergiya bo'lmagan. Shu safar safardan qaytgan paytimda menda to'satdan allergiya paydo bo'lib, o'sha yerda boshlandi. Safardaligimda boshlandi. Ha, u yoqda unaqa allergiya qo'zg'aydigan hech narsalar ham yemadim, lekin menga peshovoy allergiya deyishdi. Qimmat o'sha tekshiruvlardan o'tdim, dorilarni ichdim, boshqa qildim, lekin menda ozgina bo'lsa ham kamaymadi ham. Keyin men doktorga borishni xohlamadim. Bo'ldi, nimadan bo'ldingiz buni? Hop. Allergiya asosan qayerlaringizda toshmalar paydo bo'ldi? Butun badanimga toshdi. Butun badanga. O'sha safarga siz kim bilan borgan edingiz? Turmush o'rtog'im bilan borganman. Turmush o'rtog'ingiz bilan borganda, u yerdagi siz kutayotgan, ya'ni kutuvlaringizga turmush o'rtog'ingiz kerakli javob bera olmadi. Shunaqami? Bo'lishi mumkin. Qaysidir miqdorda shunaqa. Shu orqali siz xafa bo'ldingiz va Ko'p xafa bo'ldim, lekin ko'p xafa bo'ldingiz va xafa bo'lib u yoqda safarda yig'ilib qaytganingizda badaningizda toshmalar paydo bo'lishni boshladi. O'sha yerda mana yuzimdan boshlandi, yuzimga toshmalar toshish boshladi. Yuzdan, chunki men yuzimni burishni xohladim. Tushundingizmi? Mana orqaga burishni xohladim, mana qarashni xohlamadim, boshqani xohlamadim. Bu narsa kelgandan keyin butun badanimga ko'payishni boshladi. Xo'p, qanday o'zgarish natija xohlaysiz, Sevara? Shu vaziyatdan chiqishni xohlaysizmi? Endi menda qanaqa qo'rquv bo'lib qoldi, bilasizmi? Endi har bitta yeyotgan narsadan ham qo'rquv bo'lyapti hozir. Har bitta vaziyatlardan ham qo'rquv bo'lyapti. Men misol uchun asabiylashsam, yana qaytib qo'zg'ab qoladimi deb o'ylagan narsa bo'lyapti. Yokida qulupni yeb qo'ysam, yokida nimadir yeb qo'ysam, menda shu narsa takrorlanadigan qo'rquv bor ichimda. Vahma bor. Demak, shu xafa bo'lish oqibatida sizda ong ostingizda shunaqa himoya qobig'i yaratilib qolganki, ya'ni men nima yesam, qanaqa hissiyotlar his qilsam, menda o'zimda allergiyalarim ko'payib ketishi mumkin va men kasal bo'lishim mumkin. To'g'rimi? Hozirgi vaziyatingiz shunaqa. Siz bu vaziyatdan qutulish uchun doktorlarga bordingiz, pullar sarfladingiz, dorilar ichdingiz, lekin yechim ololmayapsiz. Endi bu vaziyatdan chiqish uchun siz bilan ruhiy holatdan ishlab ko'ramiz va ruhiy holatingizni kechirish, birinchi bo'lib o'zingizni qabul qilish, vaziyatlarni qabul qilish, o'zingizni kechirish, atrofdagilarni kechirish orqali siz o'zingizni tanangizdagi toshmalarni ketkazishingiz mumkin. Bu mashqlarni oldin qilib ko'rganmisiz? Shu kunlarda shu toshmadan keyin? Yo'q, dori-darmonga borgansiz, lecheniya shu yerda deb o'yladingiz. Menimcha, deyarli 100% hammamizning ongimizda bor narsa birinchi bo'lib doktorga borish. Biz buni ichini o'ylab o'tirmaymiz. Hozir men sizni ozgina kuzatish boshlaganimdan keyin, demak bu narsa menda to'g'ridan-to'g'ri tanamni o'zida emas, demak ruhiyatimda ham nimadir bo'lyapti deb o'ylayapman. Sababi bu narsalarda mana tanam uchun men lecheni olib ko'rdim, lekin tanam menga javob bermadi. Agar bu to'g'ridan-to'g'ri tanamni o'zidan kelib chiqayotgan narsa bo'lganda u tuzalgan bo'lishi kerak edi. Chunki o'sha qimmat kremlar ham yordam bermadi, ichgan dorilarim, olgan soch kapelnitsiyalarım tanani o'zida bo'lsa yordam bergan bo'lardi menimcha deb o'ylayman. Siz faqat tashqi tarafdan bergansiz, e'tibor ichki tarafiga, ya'ni ruhiyatingizga, ong ostingizga e'tibor bermadingiz. Mana bugun siz bilan ko'rib turibmizki, aynan ichki tarafdan sizga o'zgartirish bersak, inshaalloh bu holatingizga yechim topishni boshlaysiz. Xo'p, keling ko'rib chiqamiz, o'sha ruhiyatingizga qanaqa, qalbingizga, bir ichki organlaringizga mehr berib turasizmi o'zi? Gaplashib, chunki bilasizmi, tanani qulog'i bor deydi-da. Yo'q, bunaqa narsalar qilmagan ekanman. Qachon unda qilmagansiz даже? Qilmagan. Keling hozir qilib ko'ramiz shu amaliyotni. Shunchaki oddiy so'zlar bilan men gapiraman, siz qaytarasiz. His qiling, har bitta gapirayotganingizda o'zingizda his qiling. Ismingiz bilan aytasiz. Siz o'zingiz ismingiz bilan, men o'zim ismim bilan. Men Nilufar, siz o'zingiz ismingizni ayting. Sevara. O'zim yaxshi ko'raman. O'zim yaxshi ko'raman. Kechir tanam. Kechir tanam. Kechir qo'llarim. Kechir qo'llarim. Kechir oyoqlarim. Kechir oyoqlarim. Seni xafa qilganim uchun. Seni xafa qilganim uchun. Kechir ongim. Kechir ongim. Kechir ichki organlarim. Kechir ichki organlarim. Kechir tanam. Kechir tanam. Seni xafa qilganim uchun. Seni xafa qilganim uchun. Kechir qalbim. Kechir qalbim. Seni tinglamaganim uchun. Seni tinglamaganim uchun. Kechir yuragim meni. Kechir yuragim. Seni eshitmaganim uchun. Seni eshitmaganim uchun. Bugundan boshlab men o'zimga mehr mehr beraman. Mehr beraman. Bugundan boshlab men hech kimdan
Men hech kimdan hech narsa hech narsa kutmayman. kutmayman. Har bir holatni, Har bir har holatni, bir vaziyatni har bir vaziyatni o'zimga berishni boshlaganda o'zimga berishni boshlaganda Alloh menga Alloh menga mehr berishni boshlaydi. mehr berishni boshlaydi. Alloh har doim mehribon. Alloh har doim mehribon. Men Allohning panohidaman. Men Allohning Meni panohidaman. Alloh Meni Alloh ayol qiz qilib yaratganing ayol uchun qiz shukr. qilib yaratganing uchun Men o'zimni ayolligimni qabul qilaman. men o'zim ayolligimni qabul qilaman. Men o'zimni borligimcha qabul qilaman. Men o'zimni borligimcha qabul qilaman. Meni kechir, yana ismingiz bilan ayting. Meni kechir Sevara. Men seni yaxshi ko'raman. Men seni yaxshi ko'raman. Sen dunyodagi Sen dunyodagi eng baxtli ayollardan birisan. sen dunyodagi eng baxtli va chiroyli ayollardan birisan. Men buni his qilyapman. Men buni ich-ichimdan his qilaman. Bu men uchun oson va oddiy. Bu men uchun eng oson va eng oddiy. Alloh meni Alloh meni mo'jiza qilib, mo'jiza qilib, ayol qiz qilib ayol qiz yaratganing uchun shukr qilaman. yaratganing uchun shukronali bo'lsin. Barcha xafachiliklarimi Barcha xafachiliklarimizni kechirishga kechirishga roziman. roziman. Kim meni shu kungacha Kim meni shu kungacha xafa qilgan bo'lsa, xafa qilgan bo'lsa, Alloh uchun kechirishga roziman. Alloh uchun kechirishga roziman. Men bugundan boshlab Men bugundan hech boshlab kimdan hech narsa kimdan hech nimani kutmayman. kutmayman. Bu aslida Bu aslida oson va oddiy. oson va oddiy. Men shu ustanovkani, Men shu ustanovkani, shu dasturga shu dasturga amal qilishga amal roziman. Roziman. rozimisiz? Roziman. Nega shu kungacha amal qila olmayaptidingiz? Menda bu bilimlar yetishmagandi. Buni qanaqa tartibda boshlashimni Bilmay bilmaganman va menga bu o'rgatuvchi bo'lmagan. Chunki mana qarang, hozir shu narsaga muhtojman. Alloh yo'limga sizni chiqardi. Bu narsani Alloh chunki muhtoj berguvchi narsa bo'lganingdagina yetkazadi. Bu narsalarni. Va meni tashlab qo'ymaganidan xursandman hozir. Shu narsani yana bir marta his qildirdingiz menga. Qildingiz. Endi ayting. Men Menda bu bilimlar yo'q bo'lganligi uchun menda bu bilimlar yo'q bo'lganligi uchun o'sha vaziyatga o'tishga qo'rqqanman. shu vaziyatga o'tishga qo'rqqanman. Tezroq shifolanib, sog'lom hayot kechirishga qo'rqqanman. Turli xil ovqatlarni turli xil ovqatlarni iste'mol qilishga ham qo'rqib qoldim. iste'mol qilishga ham qo'rqib qoldim. Ammo bu faqat mendagi ong ostimdagi qo'rquvlarim edi xolos. Ong ostimdagi bloklarim edi xolos. ong ostimdagi bloklarim Menga foyda bermadi. menga umuman foyda bermadi. Bu eskirgan dasturni o'chirib, yangi dastur kirishiga roziman. Men sog'lom bo'lib, baxtli hayotda baxtni his qilib, ijobiy fikrlab, o'zimni borimcha qabul qilib va o'zimni o'zgartirib, bilimlar olib, ilm o'rganib, oldimga qo'ygan maqsadlarimga tez va oson erishishga roziman. Rozimisiz? roziman. Bu dastur sizga yoqyaptimi? Yoqyapti. Yengillik ham his qilaman. O'sha yengillik his qilyapsiz. Taningizni qayerida his qildingiz? Ichimdan. Davay, nafas olamiz. Ifodab qo'ying. Allohga shukr, Allohga shukr, Allohga shukr. Yana nafas oling. Xuddi sham o'chirasiz, shunaqa fuding. Allohga shukr, Allohga shukr, Allohga shukr. Men sog'lomman, men baxtliman, men xotirjamman. Har lahza, Men xotirjamman va har lahza, har soniya men men Allohning panohidaman. Allohning panohidaman. Buni his qilyapman Buni his qilaman va har doim Alloh meni saqlab kelyapti va men suygan bandasiman. men eng suygan bandasiman. Allohga shukr, Allohga shukr, Allohga shukr. Barakalla. Endi o'zingizga bitta mehr bering. Rahmat qo'llarim men uchun xizmat qilayotganing uchun. Malicha xizmat qilayotganing uchun. Rahmat oyoqlarim men uchun xizmat qilayotganing uchun. To'xtang. Yeb ketib qoldim. Ancha shifo qildi. Hozir ko'rinmaydi, energetik ko'rinmaydi. Lekin sizga o'xshagan qancha kasal odamlar bor. Ular uchun man kurs tashkil qilganman. U yonlarida bo'laman. Agar sizdan bu kursga qiziqayotgan bo'lsangiz, videodagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, sizni qo'shib qo'yamiz. Odamlar tekin deb o'ylasin, lekin telefon qilish kerak, siz unga pulligini tushuntirasiz. Hozir bularga yetasiz, sizda qanaqa o'zgarish yaxshimi? Sizga o'xshagan qancha odamlar farzandlari o'z kasallikda qiynaladi. Mana shuning uchun kurs tashkil qilganman.
Sizni ham qo'shib qo'yaman. 10 minut gaplashdikmi hozir? 10 minut, 11 minut. O'shani aytaman dada. Sevara, hozir mana siz bilan 10 minut suhbatlashdik va siz o'zingizni taningizda nimalarni his qildingiz? Bitta narsani his qildim. Mana bu sahobalar aytishgan-ku, kasallik kiyimga tegan doriga qarashgan deb, shunaqa oddiy qarashgan degan gapni ko'p eshitganman. Lekin bu narsani his qilmagan edim. Shu narsani hozir his qildim siz bilan. Bu shunchaki kiyimga tegan dog', uni yuvsa ketadi degan narsani. Shunaqa yengil chiqarish mumkinligini tushunmagan edim. Menda hozir shu yengillikni his qildim hozir. 10 minutda shu yengillikni minutda his ichida. qila oldingiz. Shunaqa. Demak, dori darmonsiz ham inson o'zidagi o'sha mana sizni holatingizda toshmalardan 10 minut ichida xalos bo'lishi mumkin. Hozir men biza oddiy allergiyani gaplashyapmiz. Qancha kasalliklar bor. Agar inson xuddi shunaqa yengillikni olib tuzalishi imkoni bo'lsa, to'g'ri, dori ichadigan chastlar ham bo'ladi, lekin avvalo ichidan shunaqa qilib tozalanishni boshlaydigan bo'lsa, bu mendan boshqa qancha insonlarga yordam bergan bo'lardi. Shu bo'yicha Sevara kurs tashkil qilyapmiz. Sizga ham tavsiya qilamiz va boshqa bizni tinglab ko'rib turgan tinglovchilarimizga ham tavsiya qilardikki, o'sha kursimizda o'qing va o'zingizga kerakli yana ham ko'proq bilimlarni olib, butun tanangiz, ruhingiz, ongingizdagi dasturlar, ong ostidagi dasturlar bilan ishlash orqali hayotingizga yana ham bir baxt, quvonch, xotirjamlik olib kirib, aslida har bitta inson, har bitta lahza, har bitta vaziyatimiz bir mo'jiza ekanligini his qilish imkoni bor. Sizni ham va bizni tinglovchilarimizni ham yana bir bor o'sha kursimizga taklif qilamiz. Siz o'zingiz ham o'sha kursimizda o'qishga rozimisiz? Roziman. Sevara, sizni ham ushbu kursimizga qo'shib qo'yamiz va tinglovchilar, agar sizni ham ushbu psixosomatik holatga tez va oson yechim olishni xohlasangiz, videoni pastidagi telefon raqamlariga murojaat qiling va sizni ham kursimizga qo'shamiz. Ishoning, dorilarga va kasallik bilan kurashish uchun ketgan vaqtingizga siz osongina va oddiy yechim topa olasiz.